baliqlarni alamazoni kerak bo'lsa, bu videoni oxirigacha ko'ring. Sizga manfaatli bo'lishi mumkin. Qo'qonda yangi zomagazin ochilgan, ana shuni obzorini qilamiz sizlar bilan. Do'stlar, bu zomagazinimizda manzili Qo'qon shahar Kasimonavtdan kelaverish Baqachorsiga. Toshlar bog'i Lisapark deyiladi. Lisapark peshobotini ro'parasida joylashgan. Bu yerda baliq desam, qush desam, mushuklarga narsalar desam, hamma yog'i bor. Ular bilan kirib ko'ramiz. Qani kirsalar yana shunaqa atmosfera baliqlar. Baliqlarni sizlar bilan birma-bir tanishtirib o'tamiz, xudo xolasa. Oxirigacha kuzatib boring, hamma baliqlarni obzorini qilamiz. Birinchi bog'da aksessuarlari, akvariumlar, mishiqlar uchun ajoyib joy qilishgan. Mana ovqatlari, tushonkalari, har xil ovqat idishlari, mayda chujalari, vitaminlari, forumlari har xil. Mana uchalari ham bor, lotoklari ham bor. Ishqibozlari bo'lsa, akvariumda aksessuarlar, baliq yemlari, har xil qushlar mana. Hamicho'klarda qaranglar, hamisho'klarda. Voy, mana qaranglar, shirinchalar bular. Hamster kombat o'ynaganlar bo'lsa, like bosib qo'yinglar. Bitta park kanalikalari ham bor ekan, Filyonning. Limon. Ajoyib mana. Baliqlar qaranglar, bir-biridan go'zal, bir-biridan go'zal. Bu balig'imiz petshop. Baliq hisoblanadi, havosida yashaydi. Yoqqan bo'lsa like bosib obuna qo'yinglar. Hop, termizda balig'imiz. Michnos, Malayziya. Narxini ham aytib ketaverib, 7000 so'mdan. Michnos, Malayziyalar ham 7000 so'm, Pilisoslarimiz 50000 so'm. Barbuslar 15000 so'm, katta yirik razmerda. Demason baliqlarimiz bor. Ichida mana ko'rishlaringiz mumkin. Pilisos baliqlar. Pilisos 50000 so'mdan. Demason привозной. Привозной bu chet eldan keltirilgan deyiladi. Toza qon hisoblanadi. Ko'rishlaringiz mumkin. Hop, demasonlarimiz 100,000 so'mdan. Skalarilarimiz bor. Skalarilar 50,000 so'mdan. Mana bu yerda noyob baliqlarimiz ham bor bizni. Noyob baliqlar. Hop. Pilisos skat deydi. Skat pilisosimiz. Keyin mana bu yerda igna baliqlarimiz ham bor. O'ta vahshiy baliqlar. Siz hali ham obuna bo'lmaysiz. Obuna tugmasini bosib qo'ying. Mana qarang, mana. Skat pilisosimiz. Mana qanot tozalayapti. Hop, skatimiz 100,000 so'm. Ishli balig'imiz, igna baliq deyiladi. Bular 150,000 so'mdan. Skalari 50,000 so'm bitta ana pilisos hamda Frantoza Netsar degan. Netsar. Brondiylar emas. Salamaschamiz cho'milib ichida. Otsaklon labio bitta. Qaravanamiz. Hop, bu Frantozani aytmay ketdim, 400,000 so'mdan donasi. Otsaklon 80,000 so'm, labio 60,000 so'm. Qaravani 200,000 so'm. Hop, skalari tripoloskalar 20,000 so'mdan mana. Tetradon 8 deyiladi. Bu nimaga 8? U tepasini qarasangiz 8 soni bor. Tetradon 8 deyiladi. Rasmiyotga. Hop. Tetradonimiz 80,000 so'm. Argus, peshni baliq hisoblanadi.
Barbusimiz 200 ming so'mdan. Ingichka bolalar assortimenti yo'q turgan bo'lsa layk bosib qo'yinglar. Hop, 100 ming so'm, 200 ming so'm. Yana bitta tushiramiz. Hop, bu yerda baliqlarimiz har xil hisoblanadi. 50 ming so'mdan 150 ming so'mgacha baliqlar bor. Arandalarni o'zi. Akulalar 50 ming so'mdan. Akula bala deydi. Akula pangas. Arandalarda quyuq. 50 ming so'mdan 150 ming so'mgacha zotiga qarab bitta. Hop, Afrikalarimiz bor bu yerda mana. Afrikalar ko'rishlaring mumkin. Assortiment Aki, Livingston, Yellow, qora akini aytdim. Yana nima? Leopard bor bu yerda. 4 xilmi, 5 xil balig'imiz bor ekan. Bu yerda ham 30 ming so'mdan 65 ming so'mgacha balig'larimiz bor. Bunaqa ajoyib o'tlarimiz ham bor. Anibes 150 ming so'mdan. Hop, Papugay pandamiz. Papugay panda katta kichkina. Kattalarimiz 100 ming so'mdan, kichkinalar 15 ming so'mdan. Tayyor parchkalar. Xohlasalar mana akvarium o'simliklari ham bor. Mana bular 20 ming so'mdan. Mana bu yerda mana shu dishi 30 ming so'm. Akula heshigi nima deyapti? Qanisizlar chiqinglar bu yoqqa. Akulalar, heshni akulalar. Kametalarimiz bor. Heshni akula 50 ming so'm, kametalar 40 ming so'mdan. Mana bu yerda mana Go'rami lialuslar, qizil lialus deyiladi bular. Go'ramilar 10 mingdan 50 ming so'mgacha, lialuslar 60 ming so'mdan. Go'ramilar tayyorlari. Jimcho'jni go'rami. Tayyor parvona shekala turgan. 50 ming so'mdan mana shular. Go'zallikda qaranglar, go'zallik. Siz haliyam like bosmadingiz-da, obuna bo'lmadingiz. Mana shunday chiroyli narsalar ko'rsatyapman sizga. Mana bu yerda Afrika bular привозной aytganimdek chetdan kelganlari bular hammasi 65 ming so'mdan. Mix bu yerda ham har xil narsalar bor. Bu yerda ham anibesimiz bor. Xo'sh, bu yerda Pirene pakular. Qaysizlar mana? Hishni baliq hisoblanadi, Pirene pakular. Bular 50 ming so'mdan. Xo'sh, bu yerda Danyo balig'imiz bor, keyin Pitsilya balig'imiz bor. Pitsiliyamiz 15 ming, Danyo 5 ming so'm. Baliqni qizig'i bu yerda keyin hisobiga uncha chiqmayapti. Balig'imiz rancho baliq hisoblanadi, bu ham привозной. Ranglari o'ta tiniq. Ortiqcha nimasi yo'q. Bular 200 ming so'mdan. Shapkasi ham guppichalar. Guppi baliqlarimiz 5 ming so'mdan. Oddiy guppi hisoblanadi. Endi ternitsa balig'imiz bor. Ternitsa balig'imiz 10 ming so'mdan. Ko'paytiraman deganlar uchun mana tayyorlari, razmerlari katta. Full razmerda. Keyin o'sha yopishib yurgan mayda plisosli ballari anstrus deydi. Mana turibdi. Anstrusli ballari. Asosiy bomba. Ular 10 ming so'mdan. Keyin mana bu yerda mana ko'rishlaring mumkin mana. Valvi anstrus deydi. Valvi plisos. Anstrus deyiladi. Ko'payadigan bu ham tayyor. Mana bu yerda qatorlashib turishibdi. Hop. Mana bu yerda hechniklar uchun yem, arandalarimiz bor. Arandalar 25 mingdan. Mana bu yerda mana barbuslar bor.
Smotransky barboshlar deydi. Blowfish ishlab turadi. Bizda shunaqa narsalar chiqib turadi. Hop, bu yerda Molineziyalar mana ko'rishlaring mumkin. Tayyor razmerda bular. Tayyor razmerda. Bular 10 ming so'm. Hop, mana ko'ringizda Skalari ili Glina Hirus deydi. Pilisosni yangicha variantlari bular. Pilisosdan ishi 2 barobar sifatlik akvarium tozalash bo'yicha. Skalarilar 8 ming so'm. Mana bu yerda Afrika meslilar, bular o'zimizda ko'paytirilgan. Mana bular narmodasi ajralgan 30 ming so'm. Keyin Tivada baliqlarimiz bor. Lojniy disk deydi buni. Texnik disk hisoblanadi. Bu baliqlarimiz yetilib qoldi. Ichkira qo'yishga tayyorgarlik ko'rishyapti. Ko'payishga tayyor. Hamda unaqa o'tlarimiz ham bor. Bu o'tlar 150 ming so'mdan. Bo'yi baland akvariumlar uchun. Mana ko'rishlaring mumkin. Bo'yi uzun bo'ladi. Akvariumga va kishi o'zgacha vid berib turadi. Akvarium bo'sh, mana shu akvariumda lojniy o'ta go'zal baliq hisoblanadi. Hop, bu yerda papugay. Bu ham bir par. Hop, koi. O nojdi mana kattasi. Astronatslar. Ishni akula. Bu ham baliqlardan tashlab qo'ygan. Ishlar yeb maza qilsin. Astronatslar ham katta razmerda. Astronatslarni 100 ming so'mdan berib yuboramiz. Ishni akula 150 ming so'm, koi 150 ming so'm. Noji ham 150 ming so'm. Buni par 400 ming so'm, buni par 700 ming so'm. Holatiga qarab, mana taqimlaradi. Xo'sh, sizlarga yana qaysini ko'rsatmoqman? Mana bu yerda o'simligimiz bor. O'simligimiz ana shu katta tomiri 30 ming so'mdan. Yoqdimi sizlarga? Yoqqan bo'lsa like bosib, obuna bo'lib qo'yinglar. Xudo xolasa hamma baliqni alohida video qilamiz. Qanday ko'paytirish, qanday yetishtirish, qanday birlarni katta qilish, qanday sharoit kerak bo'ladi. Hammasini Xudo xolasa to'liq ma'lumotini qilamiz. Obuna bo'lib, bizni kuzatishda davom etinglar.